Ko'krakda rak aniqlandimi? Darrov buni ximiya urib, yo bo'lmasam ko'krakni olib tashlash shart emas. Bitta gormon berib ham rakni yo'q qilish mumkin. Bugungi mavzumuz sut bez saratoni qanday kelib chiqadi, uni qanday turlari bor va lecheniyasi qanday bo'ladi to'liq tushuntirib beramiz. Iloji bo'lsa shu videoni barcha qarindoshlarimizga yo'yib qo'yaylik, juda manfaatli bo'ladi. Sut bez saratoni asosan 4-5 ta yo'l orqali kelib chiqishi mumkin. Asosiy sababi bu irsiy, ya'ni ota-onadan bolaga xromosomalar orqali o'tishi. Ko'pincha BRCA1, BRCA2 genlar orqali o'tadi. Kanserogen moddalarni ko'proq iste'mol qilishi, gormonal o'zgarishlar, ichish, chekish, noto'g'ri jinsiy hayot, ko'p abort qilish. Bular odamni rak hujayralarining qo'zg'alishina olib kelishi mumkin. Sut bezi saratonini molekulyar 4 ta podtipi aniqlanadi. Bunda birinchisi luminal A tip, ikkinchisi luminal B tip, uchinchisi HER2 negativni tip va oxirgisi trijd negativni tiplar hisoblanadi. Bular nimaga qarab aniqlanadi va buni nimaga taqqoslash mumkin? To'liq tushuntirib o'tamiz. Bemorda sut bezi saratoni aniqlandi. UZI'da, mammografiyada, tripan biopsiyada to'liq tasdiqlangandan keyin bizlar uni podtiplarini bilish uchun IGH tekshiruviga yuboramiz. Agar IGH tekshiruvda luminal A tip, ya'ni gormonal zavisimiy tip aniqlangan bo'lsa, uni qanday tushunish mumkin? Mana rak aniqlandi. Buni ustida estrogen va progesteron reseptorlari joylashgan bo'ladi. Masalan, buni shunday tushuntirsak. Bu progesteron va estrogen reseptorlarni yo'q qilish uchun bizlar oldin tamoxifen yoki anastrozol tabletkalarni beramiz. Bu gormonlar ularni ikkalasiga keladigan impulslarni yo'q qilib, rakni o'lishiga olib keladi. Ikkinchi molekulyar podtipimiz luminal B tip hisoblanadi. Luminal A tipdan nisbatan yomonroq tur hisoblanib, unda progesteron, estrogen reseptorlardan tashqari HER2 reseptorlar joylashgan bo'ladi. Uchinchi molekulyar podtipimiz HER2 pozitivni reseptor turi hisoblanadi. Bunda progesteron, estrogen reseptorlari saqlamaydi va bolli agressivni tip hisoblanadi. Va eng oxirgi molekulyar podtip bu trijd negativni tip. Bunda progesteron, estrogen, HER2 reseptorlari saqlamagan holda bo'ladi. Eng agressivni turi bu trijd negativni tip hisoblanadi. Buni nimaga taqqoslash mumkin? Masalan, odam o'zi tomonga kelayotgan dushmanini uzoqdan ko'rsa, nimaga tayyorligini bilib oladi. Dushmanni yoshini, qo'lida qanday xanjar borligini yoki pistolet borligini yoki qanday tezlikda kelayotganini bilib oladi. Buni bizni molekulyar podtiplarimizga taqqoslaydigan bo'lsak, eng birinchi luminal A tipni bu oddiy piyoda dushman sizga kelayotgani bilan taqqoslash mumkin. Uni qo'lida hech qanday orужие, hech nima xanjarlari yo'q. Buni yengish oson bo'ladi. Eng ko'p uchiradigan turlardan biri luminal A tip hisoblanadi. Ikkinchi molekulyar podtipimiz luminal B tip. Bu nisbatan agressivroq tip hisoblanadi. Buni masalan o'zimizga kelayotgan dushmanni xanjar yoki pistolet bilan bizga bostirib kelayotganini tushunish mumkin. Uchinchi molekulyar tipimizni to'liq bronojillet bilan va avtomatlar bilan kelayotgan dushmanni biz taqqoslasak bo'ladi. To'rtinchi biologik podtipimiz trijd negativni tip va eng yomon podtip hisoblanadi. Buni tankda juda ham tezlikda kelayotgan dushman bilan taqqoslasak bo'ladi. Sut bezi saratoni aniqlanib, podtiplari aniqlangan bemorlarimizda lecheniya qanday bo'ladi? Luminal A tipda ko'p uchiradigan tur hisoblanadi, operatsiya qilinadi va bitta gormon berib qo'yiladi, tamoxifen yoki anastrozol. Shu bilan rakdan mutlaq xalos bo'ladi bemor. Luminal B tipda davosi operatsiya, gormon terapiya va ximiya terapiya qilish shart bo'ladi. Uchinchi podtipimizda bolli agressivni bo'lgani uchun oldin ximiya terapiya uriladi, target terapiya qilinadi va operatsiya o'tiriladi. Operatsiyadan keyin bemorni ahvoliga qarab qayta ximiya urishimiz ham mumkin. Va eng yomoni trijd negativni tip chiqqan bemorlarimizda oldin ximiya terapiya qilinadi, keyin target terapiya qilinadi, keyin operatsiya. Operatsiyadan keyin ximiya va luch diagnostika qilinadi.
Xotin-qizlarga tavsiyamiz yilda 1 marta yoki 2 marta sut bezini UZI va mammografiya tekshiruvlardan o'tib turishini tavsiya beramiz. Agar bemorda obrazovaniya aniqlangan bo'lsa, bizni ko'rikimizga keling. Bu qanday o'simtaligini bizlar yaxshi sifatli va yomon sifatli o'simtaligini aniqlab, kerakli tavsiyalarni beramiz.